Quraysh yigitlarining eng ko'zga ko'ringan go'zal va saralaridan edi. Bitta o'g'il bola dunyoga kelib, nimani so'rasa Allohdan, Alloh taolo hammasini bergan edi. Dunyoviy tomondan bironta kamchilikka ishora yo'q edi. Makka ahlining eng xushbo'y yigitlaridan deyilardi. Sababi atirnimi, eng qimmatini, eng tozasini, eng sarasini ishlatardi. Mus'ab ibn Umayr Makkaning badavlat xonadonida dunyoga keldi. Shu tufayli bironta bir qiyinchilik, kamchilik ko'rmadi, farovonlik, to'qchilik, ne'mat ichida usulli edi. Makkadagi yigitlarning ichida ota-onasi tomonidan eng ko'p erkalatilgan Mus'ab ibn Umayr desak adashgan bo'lmaymiz. Nihoyatda yoqimli, go'zal yigit bo'lganligi uchun, chiroyli yigit bo'lganligi uchun Makka majlislarida albatta u kishi haqida gapiriladi. Xususan ayollar o'tirib qolsa, Mus'ab ibn Umayr haqida albatta